Assalomu alaykum. Hurmatli hojonalar, hurmatli opa-singillar, barchamizdan Alloh rozi bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, osoyishta bo'lsin. Har birimiz har bir duoyimizda duo qilaylik. Yurtimizda xotirjamlik, tinchlik, mo'l ko'lchilik, serobgarchilik bo'lishini yaratgan Alloh nasib qilsin. Bugun yurtimizning nufuzli, fayzli xonadonlarida Yodgorbek ukamizning xonadonlarida to'y tantana. Bugun xonadonga kelin poshsha kirib kelyapti. Demak, kelin-kuyovlar baxtli, saodatli bo'lsin, qo'shgani bilan qo'sha qarisin. Bugun albatta elimizning bir qator e'zozli, taniqli san'atkorlari siz azizlarning xizmatlaringizda bo'lasizlar. Bugun hozir sizlarning xizmatlaringizda O'zbekiston xalq artisti, ichki ishlar polkovniki, Alloh rahmatiga olgan bo'lsin, Nurnakam Haydarovning ajoyib shogirdi, xonadonlaringizga juda ko'p radio televideniya orqali mehmon bo'lgan, muxlislar qalbini zabt etgan san'atkorimiz Bekmurod Jo'ray bugun sizlarning xizmatlaringizda. Bitta qarsakinglar bilan Bekmurodjonni chorlab beramiz. Rahmat. Yodgorjon ukamizga to'ylar muborak bo'lsin, yoshlar baxtli bo'lsin, hammaning xonadonida to'y bo'lsin. Topganingiz yaxshi ko'rgan to'yga ketsin, uyingizda to'ylar bo'lsin azizlarim. To'ylar bo'lsin uyingizga azizlarim. To'ylar bo'lsin uyingizga azizlarim. Beshiklarni bezab tursin ko'zmunchalar. Beshiklarni bezab tursin ko'zmunchalar. O'ynab kulib katta bo'lsin chaqaloqlar. Xoh otda, xoh yayov yursin o'g'loningiz. Uyingizda to'ylar bo'lsin azizlarim. Baxtingizga otangiz, onangiz salomat bo'lsin. Kelin-kuyovlar qo'sha qarib baxtli bo'lsin. Boshimda tojdon onam, siz bilan shohonim. Boshimda tojdon onam, yolg'izim bu miskinam, hamda iftixorim onam. Yolg'izim bu miskinam, hamda iftixorim onam. Menga tillo, menga gapjur,
sesinin yükseliyor kıymetle bir anam Barçasının yükseliyor kıymetle bir anam Gel uzak gitsem sefer Allah pişmanım misler Gel uzak gitsem sefer Allah pişmanım misler Sağmısan oğlum divan Yolumdaki zalim ona Yahuda bir morligi Top yanında sizni topmadı Canına canım sağ İtmamka tayyarım onam Canına canım sağ İtmamka tayyarım onam Şakira küyle onun Hanışlarını avcıda Merhamet, keyinkilerimiz kutlarımız. Nasib ro'z aylasin. Bugun albatta Yodgorbek Irodaxonlarning farzandlari Sardorbekni nikoh baxt kechasi. Demak, Dilafuruzxon kelinimiz bilan Sardorbek baxtli, saodatli bo'lsin. Qo'shganlar bilan qo'sha qarisin. Kelgusi yillarda o'g'ilmi, qizmi farzandlarga ota-ona bo'lishini yaratgan Alloh nasib ro'z aylasin. Hurmatli azizlar, davramizni ochib olgani mamnuniyat bilan hurmat ehtirom ila O'g'ilchaxon Xojona, ya'ni bugungi nabira kelinlar sizlarga muborak bo'lsin. Ko'rsatganiga yetkazganiga shukr. Bugun har birimizni duolarimiz, tilaklarimiz ijobat bo'lsin. Yoshlarimiz baxtli, saodatli bo'lsin. Hammamiz ham xonadonimizga oq liboslarga burkanib kelin qizlar kirib kelishini, to'polonlar bilan kuyovto'ralar kirib kelishini yaratgan Alloh nasib ro'z aylasin. Demak, davramizga onalarimiz tashrif buyurishyapti. Onalarimizni hurmat qilgan holatda bularni yoshlarini biz ham ko'raylik deganlar onalarimiz uchun qarsakiylarda eslov. Tashakkur. Mana nabira kelinlar muborak bo'lsin. Bugungi
yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum ayajon, charchamasdan mozorlarni bosib kelganingizga Allohning nuri xonadoningizga yog'ilsin. Hojona kelin-kuyovlarni, kelgan mehmonlarni duo qilamiz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Xushkelibsizlar. Rahmat hammalaringizga. Qanchalaringiz sog' bo'lsin, uzoqdan qilib chiqsizlar. Hammani shunaqa yaxshi kunlarga nevara-chevaralarni uylashga nasib qilsin ilohim. Yerga yoshimiz baxtli baxtli bo'lsin, o'g'illigimizga bo'lsin. Hamisha tinchlik imon bo'ynida yaxshi kunlarda yurish nasib qilsin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Sandoqbek o'g'limizni sababchi bo'lgan shu to'yxonamizga tashrif buyurganlar uchun hammalaringga marhabolar deymiz. Opajonim gaplariga hammasiga qo'shilaman. Shular baxt rohatini ko'rish bizga nasib qilsin. Yoshlarimiz qo'sha xalqimizlardan ko'paysin. Ularni farzandlarining to'ylarida yana yonmay opajonim birgalikda turish, Lavvoga ketgan kamonni ko'rishga nasib qilsin. Hammamiz sog' salomat bo'laylik. Xush kelibsizlar, salomat bo'ling. Hammaning xonadonlarga barakotlar yog'ilsin. Hojona qarangki, sizga mahalla jon buvadir. Adashada o'g'ilchaqona aytsak ko'pchilik tanimaydi-da. Bu bejizbasda, chunki mahallani kattasisiz, duogo'yisiz. Meniki yana bitta narsaga, Yodgorjon bizni qadrdon ukamiz. Mana shu ko'pchilik ichida Yodgorjonni bitta duo qiling. Ilohim, Allah, Yodgorga nomimizda bismillah. Qo'shlardan qo'shaqarisdan qo'llariga bosh bo'lsin. Shu qo'llarni orqasidan ko'rish. Men yosham 30 talar chevalar, nevaralarni ko'rib, ularni to'yini ko'rish nasib qilsin. Allohga omonat, hamisha yo'lda ham, ko'lda ham, cho'lda ham Alloh panohida saqlasin. Asha sizni duolaringiz bilan hozir Yodgorjon katta ketib, oltachilik qilib, men to'y qilyapman-ku, asli hoji onamning pensiyasiga to'y bo'lyapti. Hammani ham onasi bo'lsin, to'ylarda bosh bo'lsin. Bitta guldiroz qarsaginglar, begimroq qilinglar onalarimiz uchun. Thank you.
boshing bilan har yerda yolg'iz yurasan. Sağ olun, rahmat. Teşekkür. Qo'sha qalb baxtli bo'ling.